Mast erkak zargarlik do'konini talab eshakda qochib ketdi. Gap shundaki, Turkiyada noodatiy va kulgili voqea yuz berdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, mast holatda bo'lgan bir erkak ichimlik sotib olish uchun do'konga yo'l olgan. Biroq u borgan do'kon yopiq bo'lib chiqqan. Shundan so'ng erkak kutilmagan rejani ishga solgan. U yaqin atrofda turgan yuk ko'taruvchi texnikani ishga tushirib, uning yordamida zargarlik do'konining eshigini buzib ochgan. Natijada u taxminan 150 gram oltinni o'g'irlab ketgan. Eng qiziq tomoni shundaki, jinoyatdan so'ng u avtomobil yoki mototsikl emas, balki o'zining eshagiga minib voqea joyidan xotirjamlik bilan uzoqlashgan. Biroq huquq-tartibot idoralari xodimlari uni ko'p o'tmay qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. O'g'irlangan oltin to'liq topilib, zargarlik do'koni egasiga qaytarilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa bu voqea asr o'g'irligi nomi bilan muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu xabarni ko'proq insonlar ko'rish uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.